Assalomu alaykum, Karamzubek kuzatuvchilari. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xohlasa sentyabr oyiga keldik. Xudo xohlasa tayyorgarlik qattiq. Bu Karamzubek glavniy sex Gulistonda shaharda joylashgan. Vodiyda, Qo'qonda sexim bor. U yerda ham 4 komplekt xudo xohlasa tayyorimiz bor va mana Gulistonda Bekzod degan pochcham bor. U pochchamizda ham shu xuddi biznikidek, unda ham tayyorlari bor. Karalarimizni o'zgartirishlar kiritilgan, juda katta o'zgarish kiritilgan. Oldingidaqa kislotalik, kislota quy, u quy, bu quy yo'q. Mana bu akkumulyatorlar sinovdan o'tdi va sotuvga chiqarildi. Mana kara bilan birga shunday ko'tariladi, pastga olinadi. Mana keling, yaqinroq pamkalarigacha bor mana. Shunday uni sug'uradi, bunda qoladi, yangisini qo'yib tiqib qo'yadi, zaryadchi akkumulyatorlar bilan yuradi. Hamma narsasi xudo xolasa juda ko'p monolar profillargacha qo'ydik, sakrab tushib qolmasin deb bularni baquvvat qilib, hammasi ishlovni bilan sidenalarda amortizatorlarigacha qo'yib, ruchkalarni mana hammasini baquvvatlashtirib, xullas tajribadan kelib chiqib, klientlarimizni norozilik bo'lgan joylarini to'g'rilab, bartaraf qilib borilgan bu yerda. Mana bitta, ikkita nalitchida shunday kelasizlar, pulini berasizlar, olib ketasizlar. Oldingidaqa 3 oy, 4 oy kutish yo'q. Mana bu yoqda kim qanaqa kislotalik xohlaydimi, kislotalikka tayyor. Geliv desa, geliv qo'yib beriladi. Bular ham tayyor. Ichkarida va yana 10-15 ta karalarimiz davom etmoqda. Xudo xolasa olib chiqaring, hozir olib chiqishi buni apketga qilib qo'yishadi. Kelaverasizlar. Bu 3 ballonlikka moslashtirib qilganmiz. Bu strilar mana 3 metrgacha ko'taradi. Mana strilar oldiga chiqadi. G'ishtni oladi. O'ziga yuklaydi, olib borib turib mashinaga yuklaydi. Pashka g'ish g'izdovtlari ishlaydi ham nima deydi, zapchastlari muammo emas. U haligi 11 ming, 12 ming dollarlik karalarda zapchastlar problemasi bor. Bunda unaqa problema yo'q. Mana hammasi baquvvat qilib ishlangan. Ikkita rol bunda. Bitta pastdagi rol, mana rol mana oldi ballonniki. Masalan, kara oldi buriladi, bu yoqqa qarab narigi ballondan buriladi. Bu ham buriladi, u ham buriladi. Uchala ballondan buriluvchan burilib chiqib ketaveradi va oldi ham vidyushi, orqa ham vidyushi. Mana yoqqa motor qo'yiladi. Bu передний most, oldingi 4 ballonlik karalarda задний mosti, uvazni передний mosti. Mana motor o'rinlar tayyor. Masalan, podyumlarga chiqish uchun, boshqa qilish uchun, mana ballonga e'tibor berasizlar. Unaqangi og'ir joyi yo'q, rollar burilishi mana burilaveradi. Oldi ham buriladi. Orqasi ham buriladi. Aytganimda shu o'ziga mana bu yoqqa yana qo'shimcha ishlari bor, qilinadi. Yukni oladi, aytganimdek, strellar ichkariga kiradi, yukni yuklaydi, boradi, qilaveradi. 1,5 tonnagacha ko'taradi. Ko'taruvchi dvigatel ham akkumulyatorlik, tepadagi strellar kirib chiquvchi motorimiz ham shu. Bular hammasi pazakas voltlarini olib keltirganmiz. Akkumulyatorga yaxshi agar kuchliroq motor qo'ysangiz, boshqa ziyon yetkazishi mumkin, boshqa narsalarga. Shuning uchun o'zi normasiga olingan bu, xudo xolasa. Keling, sexga kiramiz. Biz ishchilarga sharoit qilib berilgan, usti yopiq mana, bemalol salqinda terlamasdan, charchamasdan, shoshmasdan shlipovkalarni qilib, chiroyli qilib, mayda chudam o'tib ketsa ilib qoladigan joylari iloji boricha. Endi nima deydi, baribir shuncha harakat qilasiz. 1000 talardan bartaraf qilib 999 tal bartarafga bittasi qolib ketib qolsa ham o'shani haligi nima deydi, e'tiborga olasizlar, chunki shunaqadan bu yerda ko'p bo'lishi mumkin edi deb. Masalan, har bir monolarga e'tibor berib, xullas kamchilikni bartaraf qilib qilinyapti. Aytganimizga har doim mana bu vali deymizmi, material deymizmi, ko'p nimada Qo'qonlik, Namanganlik, Andijonlik akalarimiz mana shularni shu turbadan qilib o'chiga o'q tiqib qo'yapti ekan. Shunday o'q monolarda, karalarda, lekin bu prut, to'liq prut bular va RV 90 reduktor qo'yapti ekan. Bizda RV 110, RV 90 reduktor tishlari chidamaydi. Men reskaga ham qo'yib ko'rdim, stolga ham, karaga ham qo'yib ko'rdim, hech qaysiga bo'lmadi u. Arzon narsalar qo'yishadi, narxni keyin biznikidan arzon qiladi. Lekin bizlarniki narxiga yarasha tovar, xudo xolasa. Mana sexga yuring. Bu lesa, podyomnik lesa bu. Mana oyoqlari 70 sm dan hamma tomonga chiqadi. Ko'tarilishi 4 metr, 5 metrdan 20 metrgacha.
yasaladi. 4 metr, 5 metr, 20 metrgacha va o'z ma'lum miqdorda yuki bilan ko'tariladigan qilyapmiz. Qolsa shu karamizdek ham bu yuruvchi o'zi ham yuradi, yuklar bilan olib borib zdaniya chekkasiga ko'tarib oladi. G'izotlarga desa pechka g'isht ko'mir yuklaydi yoki arava chiqadi bunga. Tepaga pechka o'tib ketsa bo'laveradi. O'zgartirish bitta ne только kara, lesa, kran, pran, har xil narsa ishlab chiqaradi, xudo xolasa. G'izotdan oid tashqari narsalar. Xudo xolasa mana ketyapti hammasi. Biza yana yangilik bu yoqda yuring. Suv bochka, salarka bochka, g'izotlarga ham o'zi kerakli narsa. Buni o'zini biz yuruvchi qilmoqchimiz. Tagiga zadniy most qo'yamiz, oldiga rul qo'yamiz. Bu tomonda odam bemalol buni boshqarib, g'izotda bilamiz ko'p odam pagurchikda, 53 ta zillarda suvni toshiydi. Shun bilan zavodlarga suv sepadi-da. Unda rasxod katta, salarga ketadi, gaz ketadi, boshqa ketadi. Bunda tok. Qak o'zimizning karamizdek akkumulyatorlar joylashtiriladi. Suv bochik 1,5 tonnadan ziyod suv bor. Karamiz o'zi 1,5 tonnalik. Lekin valigi ba'zi Xitoy skuterlari bor, 2 tonnaga olar ekan. Yuk profillari 4x4. Bizda 4x8 profillarga 1,5 tonna garantiya beryapmiz. Suv salarga bunga hali qo'yiladi, qulupga altga qilib holat salaka saqlayman desa, orqa tomoniga rezbok qo'yib 2 metrlik fontancha ham qilib beriladi. Amerikankani yechatda yonigimda qo'yib qo'yaveradi, yana yuraveradi. Suvni olib kelib suv sepayotganda qotiradi, uzun bo'ladi, suvni sepib ketaveradi. Tok. Masalan, bizning zaryadchigimiz 620 watt. U degani 1 soatiga degani 450 so'm, 400 so'm, 500 so'm deylik, tok tortadi. 5 soat zaryad qilsa 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm evaziga 10 soat aylanadi. 10 soat 2,5 ming so'm, 10 ming so'm bo'lsin, 10 ming so'm evaziga 10 soat bemalol suv toshiydi, aylanadi, yuradi. Bularga resorlar qo'yiladi. Xullas, bunaqadan biz hozir 10-15 tani boshlab qo'yganmiz. Buni sotuvga chiqaramiz. G'izotchilarga, boshqa qurilishga, stroykalarga, hamma narsaga ishlayveradi. Salarka saqlaymiz, salarkaga ham bu yoqqa yursa bo'laveradigan qilib yasaladi, xudo xolasa. Shu yoqda mana mnogoreskamiz davom etyapti. Mnogoreskalarda mana bir hozir videoni tagiga qo'yib ketamiz. Namanganda Naimxon degan bola mnogoreska yasaydi. Reduktori RV90 2 kilovatli motor qo'yar ekanda. Reduktorlari biz ulardan masalan mana shuni bunavi nikelvallarda bu pachimnilarda qayerga pachimni qo'yish kerak? Kerakli joyga pachimni qo'yamiz, kerak emas joyga qo'ymaymiz. Ular kerak emas joyga mana ruchkani valiga pachimni qo'yib ketganda qanday qilgan, qaskanlar bilan qilgan hayronman-da buni. Endi ko'rib turib aytmasang ham gunohda, uni bilib turib aytmasang ham. Videoni tagiga qo'yib ketamiz. Mana bu valda buni aylanadi. Mana bunga pachimni qo'ygan. Bu bunavi sim bo'lganda mana aylanuvchi valga pachimni qo'ymasdan buni svarka qilib qo'ygan. Buni svarka qilib qo'ygan. Bunga pachimni qo'ygan. Teskari chiqganda reduktor mana bu yerga biz qo'ygan manaqa reduktor qo'yganda alyumin motor qo'ygan. U qanday ishlaydi u? Uni odamlar o'shani reska deyapti, o'shani olyapti-da. Bo'ladi, o'sha falonchi arzon aytyapti, o'shani olaman deyapti. Uni tushungan odam tushunadi, tushunmagan odam uni oladi, qo'yadi, rasxod qiladi, vaqt ketadi. Shuning uchun har bir narsaning o'zining ustasi bor, o'zining ustasi qilgani yaxshi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.